Oyijonim, homiladorim olib kelibdilar yosh bolalarini. Tug'ilgandan keyin yurak paroklari bormikan deb tekshirdik. Oyisi juda ham umnilar. Yig'laganda ozgina lablarini atrofi ko'karyapti. Birinchi farzandlari bo'lmasa, ko'karyapti. Shunga olib keldim boshi bilan birga deyaptilar. Haqiqatan bizning yuragimizda teshik bor. Bu teshik homiladorlikda bo'ladi. Oyijonlar, homiladorlikda yurakda ikkita teshik bo'ladi. U sizlarning qoninglar bolani organizmiga o'tib turadigan teshik bo'ladi. Va tug'ilgandan keyin har xil vaqtda, bir kundan keyin, 3 kundan, bir hafta vaqt oralig'ida yopilib ketadi. Biz 1 oylikdan ozgina oshganmiz, teshigimiz nisbatan sal kattaroq. 3-7 chiqdi, endi xudo xolisa yopilib ketadilar, kardiolog bilan maslahatlashadilar. Miyasi yomon emas, zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Chunki o'zi gipoksiyalari ham yo'q, aytgandingiz, onanglar